4.2 versiyada orujalar bilan bog'liq qurol bo'ysundiruvchi dostijeniyasi qo'shildi. O'yin tugagandan keyin chap tarafda qaysidir orujaga plus qo'shgan joyini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu dostijeniya 5 ta qismdan iborat va общий 105 plus beradi. Dostijeniyani bajarishimiz uchun biz istalgan bitta orujamizni jangovar kuchini 120 ming qilishimiz kerak. Jangovar kuch ko'tarilishi uchun o'sha orujani ushlab yurishimiz va kill qilishimiz kerak. Kill qilsak ko'proq plus qo'shadi. Chunki o'yinni boshidan oxirigacha kill qilmasdan qo'limda o'sha orujani ushlab yurganim uchun jangovar kuchga atiga 16 plus qo'shgan. Faqat buyuk jang va rangli kartalarda jangovar kuchni oshirishimiz mumkin. Bezrang kartalarda umuman bajarib bo'lmaydi. Va asosiysi jangovar kuchni ranglarga bog'liq joyi ham bor. Ya'ni dostijeniyani 3-qismini bajarib bo'lganingizdan keyin 4-qismi bajarilishi uchun siz o'zini kerakli rangiga chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, biz dostijeniyani hukmdor darajasini bajarishimiz uchun orujani rangini 12 ming va rangni o'zini esa aski chiqazgan bo'lishimiz kerak. Bu dostijeniya bilan bog'liq ultimate titul ham bor. Bu haqida ko'plab content makerlarimiz titul nimaligini va qanday olinishi haqida ma'lumot berib video qilishgan. Orujani jangovar kuchini dostijeniyalarga kirsak, o'ng tarafda pastda jangovar kuch nomi bilan turgan bo'ladi. O'sha joyga kirib ko'rsak bo'ladi. Ultimate va klassik zava ko'taradiganlar uchun juda ham foydali dostijeniya hisoblanadi. Chunki zava olish bilan bir qatorda ular dostijeniyasiga ham plus qo'shib olishadi.